Voy, hozir qaysi yil? 2050-chi. Xudoyim, biroz tanamishlarkan. Savol, BTS hali ham mavjudmi? Ha, albatta, ertaga ularning konserti. To'xta, nima? Ular qaramaganmi? Ha, qarigan, Jingacha 58 yoshga kirdi. Nima? Ha, va Jungkookning ham hozirda bolasi bor, u ham guruhda. To'xta, nima? U ham guruhda? Ha, Jungkook yo'qligida uning o'rnini bosadi. Bilasanmi, u endi 12da, lekin qo'li tatuga to'la. Bilasanmi, bu kasallik. Ha, yoqimli kasallik. Xo'sh, Jungkook yaxshi bo'lsa, nimaga uning o'g'li o'rniga chiqadi? Oh, Jungkookning endi ikkinchi kasbi bor. To'xta, nima? Yana qanaqa kasb? U hozir shu yerda. Iltimos, sendan Jungkook Kalmaro endi ishlayapman dema. Va taxminimcha boshlovchi bu Jimin. Ha, Jimin boshlovchi. Yaxshi, Jungkook bildik, Jiminni yaxshi ko'rar ekaning, ammo boshqa memberlarga nima bildi? RM Janubiy Koreya prezidenti. Kutganimizdek, J-Hope millioner bo'ldi. V esa fermer va millioner. Shunaqasi ham bo'ladimi? Jin esa hali ham ko'p ovqat yeyapti. U xuddi mendek. Va Shuga esa bizdan charchab Marsga uchib ketdi.